Farg'ona shahar hokimiyatining shundoqqina orqasida Grand Otelning yonginasida joylashgan 5 qavatli pishig'ishdan qurilgan domda 1 kvadrat metr uchun $360 dan narx so'rashmoqda va kvartira sotuvga qo'yilmoqda do'stlar. Barcha qulayliklarga ega, kommunikatsiyalarga esa gap bo'lishi mumkin emas. O'zingizga moslab turib juda ham chiroyli remont qilib olishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, to'liqligicha pishig'ishda qurilgan va pergorodkalari ham pishig'ishda amalga oshirilgan, qumsuvoqlari qilib qo'yilgan. Bu yerda ko'rib turganingizdek oshxona, mehmonxona, kattalar va bolalar yotoqxonasi, undan tashqari esa hojatxona va vanna xonasi alohida joylashgan. Ushbu xonadonimizda o'zingizga moslab turib chiroyli remont qilib olsangiz bas. Tabiiy yorug'lik ham bemalol o'z xonadoningizga tushib turadi. Pastda dvorda esa parkovka uchun joy, bolalar maydonchasi ham bor. Yonginangizda esa Korzinka supermarketi joylashgan. Egalar raqami ekraningizda turibdi. Bemalol telefonlashib, savdolashib ushbu xonadonimizda baraka qilishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. 1 kvadrat metr uchun $360 dan narx so'rashmoqda. Albatta ozgina kelishadigan va kamaytirib beradigan joylari bor. Manzilimiz Farg'ona shahar hokimiyatining orqasida Grand Otelning yonginasida 5 qavatli domning 5-qavatida joylashgan.